Bular qo'ymaydi yoshlar. Hozirga bu yoshlar bilan men shu yoshimgacha o'zim tenglarim bilan yurmaganman. O'tiraman, bundan o'ylayman, mulla bunday o'tiraman. Shu yoshlar bilan yuraman. Yoshlar nima qilsa men ham shu ishni qilganman. Lekin undan chiqin nojo'yati yo'q-ku. Ha? Bu yoqqa qarang, bu yoqqa. Esdalik uchun bobo, esdalik uchun-da bobo. Bola ham ko'nglingiz yoshda bobo, ko'ngil yoshda. Endi bu assalomu alaykum. Nima uchun birovlar aytadi, nima uchun sen qarimaysan? Sen nima ishing bor? Men qarimaymanmi? Senga nima problema? Shular yoshlar bilan yurasan. Albatta ko'nglim o'sadi, yoshligim yetmay nima men bilan nojo'ya ishlar qilayotganim yo'q. Deb shu o'zim bilan yuraman-da. Bular endi juda o'spirinda bular. Men bularni yoshlarni yaxshi ko'raman. Ularga ming qadar shukur. Umri uzoq bo'lsin. Bobo she'r bilasizmi? She'r bilasizmi? She'r bilasizmi? Ha. Yo'q, unday hech kim. O'tgan qalla aytingiz-ku bobo. Men faqat bog'arona bilaman. Ayting shuni bobo. Aytmayman. Ayting ey bobo bitta. Bitta bo'lsin bobo, zo'r bo'lsin. Zo'rdan bitta endi bobo. Otajon, sadaqangiz bersin. Ey bobo. Bu yerga juda yoqib qoldi-da. Men bundan so'radim. Millating qanday o'zbeklardan aytib o'zbekka o'xshamaysan. Keyin o'zim aytib berdim, aytdim, yo seni bilan chotishliging bor. deb bilib oldim-da. Lekin ismini so'ramoqdan shuni hali. Bahodir ismi. Mana qarang, mana endi so'radim birodar. Ha, boboginam ha. Baha. Ko'ring bering bobo. Umring uzoq bo'lsin.